Va bizni navbatdagi darsimiz demak o'qish bo'lar ekan. Demak mana shu mavzu atrofida bir matnimiz bor ekan, shuni ko'ramiz. Ana adrusu fil madrasati kulla yawmin. Men maktabda har kuni o'qiyman, dars olaman degan. Adrusu darusa fe'lidan o'qiyman degani hozirgi zamonda turibdi. Fil madrasati fi tufayli madrasani harakati kasra turibdi, maktabda degani. Kulla yawmin har kuni bo'lib bu paytni bildiruvchi so'z hisoblanganligi uchun fatha holatda turibdi. Kullu emasda kulla yawmin. Yawmin bunga izofa bo'lib kelgan. Astayqizu mubakkiran va ujahizu kutubi va mawadi dirasiyya. Istayqizodan astayqizu bo'lib tuslangan bu fe'l. Sarfda bor bu qoida. Men turaman. Mubakkiron erta tongda. Ujahizu jahaza fe'lidan olingan. Jahaza yujahizu jahiz tajhizun bo'lib tuslanadi. Tayyorlamoq degani. Kitoblarim va darsliklarimni mavadi dirasiyya degan darsliklarim degani. Tayyorlayman. Azhabu ilal madrasati, men maktabga boraman ma'a asdiqai, do'stlarim bilan. Va najlisu fil fasli li talaqqi durus. Va biz sinfda o'tiramiz, nimaga desa, darslarni qabul qilish uchun, tinglash uchun. Li talaqqi, talaqqo degan fe'l bor, o'sha fe'ldan talaqqi bo'lib kelyapti, masdar bo'lganligi uchun. Li tufayli kasraga o'tib ketgan. Al muallimu yusharrihu ad-darsa. Muallim darslarni sharhlaydi. Sharroha fe'lidan yusharrihu bo'lib ketgan. Va naktubul mulahazati, va mana bu izohlarni yozib olamiz. Fil fusha, tanaffusda nal'abu fil fina'i, hovlida o'ynaymiz. La'iba yal'abu fe'lidan olingan bu. Va natanawalu wajbatan khafifa, va yengil tushlikni, yengil ovqatlanib olamiz degan. Yengil ovqat degani ma'no. Wajbatan khafifa. Saqila bo'lsa bu og'ir degani. Bo'kib ovqatlanib oladi, o'shani aytadi. Tanawala yatanawwalu tanawwal tanawwulun bo'lib tuslanadigan bir fe'l bor. Bu tanawvul qilmoq degani. Bu fe'lni yana ko'rib chiqmoq degan ma'nosi ham bor. Azhabu ilal maktabati lil muzakarati. Endi mana shu vazifalarni takror qilish uchun muzakara degani zikr qilib o'tilgan narsalarni qaytarib xotirlab esga solish degani. Kutubxonaga endi mana shu takrorlash uchun boraman. Wal bahsi an mawadi'a jadidatin. Yangi mavzularni izlash uchun ham boraman. Bahsi an bilan birga keladi, izlash degan bu. Aktubul wajibal manziliyya. Va uy ishimni yozaman, uy ishni yozaman. Va uraji'u durusi, va darslarimni takror qilaman. Roja'a fe'li o'zi roja'a qaytmoq degan, lekin fa'ala vazniga tushganda qaytarmoq bo'ladi. Bu takror qilmoqqa to'g'ri keladi-da. Juda muhim so'z shu. Fi nihayatil usbu'i, haftani so'ngida nasta'iddu lil imtihanati. Imtihonlar uchun tayyorlanamiz. Ista'adda fe'lidan bo'ladi bu. Va nunaqishul mawdu'a ma'a zumala'i fil fasli. Va biz naqasha fe'lidan nunaqish bo'lib kelyapti. Yufa'il fa'ala yufa'ilu fe'lidan bo'lyapti-da bu. Mavzuni munoqasha qilamiz do'stlarimiz bilan deyapti fil fasli maktabxonada. Uhibbu ta'alluma, va ta'limni yaxshi ko'raman. Va atmahu ila najah, va muvaffaqiyatga intilaman degan. Tamaha yatmahu, intilmoq, istamoq degani. Va tafawuqi, va zafarga. Tafawuq ham o'sha muvaffaqiyatning sherigi, muvaffaqiyat va zafarga. Zafar o'sha mana u ham bir muvaffaqiyatga o'xshagan so'zda. Fi dirasati, darslarimda muvaffaqiyat va zafarga, ya'ni shu olg'a intilishga istayman yoki xohlayman degan ma'noda. Pastda so'zlar bor, madrasa, maktab, kutubun kitoblar, kitabun mawaddun material degani, maddatun mawaddun bu ko'pligi buni. Bu diros mawadi dirasiyya degan o'sha keldi. Bu yerda xo'p, faslun sinf bilasiz, durusun darsun ko'pligi, al-muallim, al-mulahazat, fusha tanaffus degan, finaun hovli degani, wajbatun khafifa degan yengil taom. Al-maktaba kutubxona, muzakara degan takrorlash degani. Al-bahth tadqiqot, izlanish degani. Al-wajibul manziliyyu degani uy vazifasi degani. Buni orqasida so'zlar ham bor. Talibun, tullabun, talabalar, maktabatun, maktabatun, kutubxonalar, kutubxona. Faslun, fusulun, sinflar, imtihanun, imtihanatun.
imtihon, imtihonlar. Mavdu'un, mavzu, mavadi'u, mavzular. Mulahazatun, izoh, mulahazatun, izohlar. Vajbatun, taom. Vajabatun degani bu taomlar. Muzakara takrorlash, muzakarat takrorlashlar. Bahasa bahsun bo'lish kerak. Bu yerda bahasa bittasi fe'l, bittasi nimaga yetib qolgan ekan. Shu baribir bu kitoblardagi mana shu harakatlar muntazam to'g'rilab borilyapti, o'tib ketib qolyapti-da. Tadqiqot, tadqiqotlar. Zamilun sinfdosh, zumalau sinfdoshlar. Darosa o'qimoq, yadrusu o'qiyapti. O'qidi, o'qiyapti. Kataba yozdi, yaktub yozyapti. Qoro'a o'qidi, yaqro o'qiyapti. Bu o'qish bilan mana bu o'qish farqi bor. Mana bu qoro'a yaqro'udagi kitobni o'qimoq, darosa yadrusu dars qilmoq umumiyroq bu. Zakaro yuzakiru takrorlamoq, sharoha yashrohu tushuntirmoq, sharhlamoq degan yoki sharroha bo'lsa ham bo'laveradi. Sharhlab tashlamoq degan. Ista'adda tayyorlanmoq, yasta'idu tayyorlanayapti degani. Naqosha muhokama qilmoq, yunaqishu muhokama qiladi degani. Hafizo yodlamoq, yahfazu yodlayapti degani. Akmala akamala bo'lib qolibdi shu yerda ham. Akmala yukmilu tugamoq, tugatdi, tugatayapti degan. Mana shu bizning navbatdagi demak mavzuyimiz bo'ldi.